Joriy yil 13 fevral kuni davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan tarmoq va hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida sanoat korxonalari bilan ishlash, investitsiya loyihalarini jadallashtirish va hududlarda ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha qator vazifalar belgilab berilgan. Toshkent viloyatida mazkur vazifalar ijrosini ta'minlashga qaratilgan bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbirda viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, iqtisodiy va nazorat organlari rahbarlari, shuningdek, tuman shahar prokurorlari yordamchilari ishtirok etdi. Unda respublika, viloyat, tuman tamoyili asosida joriy etilgan vertikal tizim doirasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan axborotlar tinglandi. Unda tarmoq va hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, sanoat korxonalari faoliyatiga salbiy ta'sir qilayotgan holatlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z bordi. Mazkur yig'ilishdagi asosiy maqsad 38 sanoat korxonalarining muammolarini joyida hal qilish va ularni kelgusida o'sish sur'atlarini oshirish bo'yicha oldidagi dolzarb masalalarni hal qilishga qaratilgan. Shu kunning o'zida Toshkent tumani hududida faoliyat yuritayotgan tadbirkorning tikuvchilik sexi o'rganilib, tadbirkor bilan suhbat o'tkazildi. Korxona faoliyatini rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha tegishli idoralar tomonidan amaliy yordam ko'rsatildi. Tashkilotimiz 2011-yil tashkil topgan. Hozirgi kunga kelib tashkilotimizda 2000 yaqin xodim ishlab kelmoqda. Biz asosan yosh bolalar kiyim-kechagini ishlab chiqaramiz va 99% mahsulotimiz eksportga yo'naltirilgan MDH davlatlariga hamda Yevropa davlatiga chiqqanmiz. Hozirgi kunga kelib 24-yilga nisbatan 25-yil ko'rsatkichimiz ancha pasayib tushib ketib qoldi eksportimiz. 26-yilga kelib davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan berilayotgan tadbirkorlarga qo'llab-quvvatlashlari, Toshkent viloyati, Toshkent tumanidagi shtab rahbarlari kelib muammolarni o'rganib qo'llab-quvvatlashlari bo'layotganda 2026-yili birinchi chorikda o'sish boshlandi. Eksportimiz 26-yilga, yilning oxiriga o'zimizga maqsad qo'ydik, $10 million eksportga chiqishi. Bu kabi o'rganishlar tadbirkorlar faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash va mavjud muammolarni o'z vaqtida bartaraf etishda muhim ahamiyat